Çoğunda He? bu Jirak'a barman deysiz, nege varsınız? Ben Gülsay Kavristanlık'a barama balam. Gülsay kabristanlıqıga? He. Dada qanday ahvaling yaxshimi? Yaxshi, o'zingcha yaxshi salomat bo'lami? Yo'q dada, men jiddiymi shu janub tarafga mangdigan ishim bor. Ha. Iliq parvona bor-ku. Nima deysiz dada? Sen amroq ichsan-ku, iliq 7 xil qoqni qaynitib ishlangan qoq suvi. Ha. Shuning bilan ichiz murosamaat ashdan qatnashdim. Opamlarni aytganma, baland bo'pti ekan dada. Rahmat dada. Men dikkini ushak berib kelmasam bo'lmaydi. Ma'qul degina dada, ma'qul. Ma'qul. Xo'sh, nima bo'lsa, ma'qul. Xo'sh. Acaba bir dadam bir tomoq zo'rlab unga kirib ketmaydi. Acaba tomoq zo'rlab ketdi ya. Ha? Opla. Dadamning degan tug'ilgan kuni emasmi? Bo'lmadi degan chaqda Gulxandan birga kirib bir dast bilim bo'lsa, uyga avat o'tay. Shunaqa qilay. Qanday ahvolingiz? Yaxshi vakillar, ehtimol. Çoğunluğa maskeldiğin güldün birine, belen güldün birine tayyor kılsınız. Dadamның tug'ilgan kuni. Hozir sizlar men pulni aytaymi? Yetkazib berasiz. Bo'ldi, yetkazib beray. Oğlum ben dadamның tuğulan kuniga aldıraydım ben Gül'ün aldığınızda elbasam bulamam. Bo'ldi. Kızım maşgulunu bana bırına. Bo'ladi, jonda da bo'ladi, o'shani sizlarga beray. Bu çoğunladığımız aldırayma dadamның tug'ilgan kunida chiqib yurdi ya. Çoğun dada, siz bu aldırayım da tübiya turupluğu. Ben maşın torap turbatım bala. Cüstemi apırıp koyay. Rahmet bala ben jırgarak yağı barı mısılına. Cüstemi apırıp koyay mansla. Rahmet. Mansla. Maşına çıksa. Çoğun dada, He? bu Jirak'a barman deysiz, nege varsınız? Ben Gülsay Kavristanlık'a barama balam. Gülsay kabristanlıqıga? He. Dadamның tug'ilgan kuni da'vat etdingiz. Dadam ben küçük vaktimde tugap ketken, dadam tugap ketkeli 70 yıl oldu. Ha. Yılda şu dadamның tug'ilgan kunida, şu dadamның tuproq başıga çıkıp, sığını şimdi aşağıda basmaya balam. Ha, asli mandaq kenda çoğun dada, ha? Aldırmay üstüne. Aldırmasın. Mana Gülsay kabristanlıqqa keldim. Ma'qul çoğun dada, aman bo'lsizlar. Maqul. Rahmet oğlum ha. Ma'qul. Rahmet. Ma'qul. Ay. 70 yılın yağı dadasının tug'ilgan kunini yilda unutmay yo'qlatibdi. Bizdek hayvonlar oldirash deb hayot ota-onamizning qadriga yetmayapti. Bag'rim dada, onam aytgan lag'man tugmaganda, ha, safarga chiqmaydigan bo'ldim. Sizlarning hayot vaqtinglarda sizlarga ko'proq amra bo'lolay dedim dada.